tegishlik bilan Jungoning Amerikaning fan tadqiqot ilmiy organlariga singib kirish plani garchi keyin mavzu sal yumshatilgan bo'lsa-mu, o'zgartirilgan bo'lsa-mu, ko'rsatmalik davlatnoma tilga elinmasa-mu, lekin Jungo butkul guvohlik berish yig'inidagi asosli masala edi. Senator Cornyn bundaq ko'rsatdi. Jungoning Amerikada o'qiyotgan o'quvchilari 350 mingdan oshadi. Har qanday davlatning oldida. Hindiston ikkinchi darajada chet elda o'quvchi o'qitadigan davlat bo'lsa-mu, lekin Jungoga o'xshamaydi. Hindiston mustabid davlat emas. Balki Hindiston jamiyati qonun bilan boshqarish an'anasiga ega echivitilgan jamiyatdir. Guvohlik berish yig'inida guvohlikdan o'tgan kishilarning birisi Amerika Federatsiyalik tekshirish idorasi josuslikqa qarshi turish ishlar bo'yicha yordamchi mudiri E.W. Pristap mundaq dedi. Ko'plagan amerikalik mutaxassislar kasbni tarqatish bilan shug'ullanadi. İnsaniyat bilimlaridan bahrlanadi. Ko'ngilsizlik shu yerdiki, echivitilgan ma'rif muhitidan borgan sari ba'zi shaxsiylar va ba'zi davlatlar foydalanyapti. Demak, bu bir jumla qistirib qo'ya, Amerika Qo'shma Shtatlarining demokratiyasi va demokratik turmushidan söz matbuot huquqi oid demokratik usullardan bu davlatga siyosiy panohlik tilab qochib kelgan bechora haliqi zulmga uchragan odamlar emas, dal Xitoyning josuslari foydalanyapti. Biz bu to'g'rida vaqti kelganda nayta atrofliq, nayta umumiy to'xtalib, Uyg'ur davosining boshlanishi va hozirgi holati to'g'risida vatandoshlarga so'zlaymiz, lekin hozir vaqt emas. Demak, Amerikaning demokratiyasidan to'liq bahra olayotganlar inqilobchilar, kishilik huquq faoliyatchilari, siyosiy da'vogarlar emas, faqat Xitoyning josuslaridir. Muhitidan borgan sari ba'zi shaxsiylar va ba'zi davlatlar foydalanyapti da'vatida meni ko'rdingizmi? Ularning usul chorasi kun sayin nozuklashib, ijodiylikka ega bo'lib, Amerikaning ilm-fan, iqtisod sohasi va harbiy ishlar sohasiga tahdid paydo qilib, Amerikaning davlat bexatarligiga tajovuz qilyapti. Pristap bundaq ta'kidladi. Federatsiyalik tekshirish idorasining tekshirishlari alohida irq va davlat tavalligiga qaratilgan emas. Ularning diqqat qiladigan harakatdir. Amerika ichki axborot organlari shunga diqqat qiladi-ki, ilm-fan sohasida josuslik faoliyatlari ichida Jungo grajdonlarining sonini selektorga bo'lmaydigan darajada boshqa davlat grajdonlarining sonidan ortiq. Amerika axborot organlari shunga, ichki axborot organlari shunga diqqat qiladi-ki, diqqat vatandoshlarim, ilm-fan sohasida josuslik faoliyatlari ichida Jungo grajdonlarining soni selektorga bo'lmaydigan darajada boshqa davlat grajdonlarining sonidan ortiq. Ma gap esingizda bo'lsin vatandoshlarim. Amerika Davlat bexatarlik ministerligi Davlat bexatarligi tekshirish boshqarmasining yordamchi mudiri Laus Rodi mundaq e'tirof qildi. Amerika sistemasida bir yo'chiq bor. Ya'ni g'ayri nozuk, sezgir bo'lmagan kasblarda o'qishga kelgan chet ellik o'quvchilar Amerikaga kelgandan keyin ixtiyoriy holda nozuk, sezgir kasblarda o'qishga yo'tkilib kiralaydi. Masalan, kasbiy ingliz tili o'rganishdan atom fizikasi, yadro fizikasi kasbini o'rganishga yo'tkilib chiqa oladi. Bu ish Amerika hukumatiga doklad qilinishi kerak. Dovi yana mundaq dedi. Hozir biz bu ishni qo'l silib ishlayapmiz. Biz bu o'quvchilarni tadrijiy tekshirib chiqamiz.
Ötken ayının ahırda Amerika Birleşme Agentliği avval paş qilib bir türlük 6. ayının 11. gündün başlap köçke ege boladigan yeni viza koyup beriş belgelemesi de yuqori fen texnika kasblerde okuydigan cümleden maşina adam, avatsiya, yuqori fen texnika ijadiyat sahasida okuydigan jongoluk okuguchilarga imza qo'yish, yani viza koyup beriş müddetinin 5 yıldan 1 yılga qisqartılganligini ko'rsatdi. Edward Ramtoviski Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Konsul İşleri İdaresi viza berish xonasining yordamchi ministeri 200'den artıq davlatdagi Amerika elchixonalarining konsulxonalarining viza berish xizmatiga mas'ul va shu kun o'tkazilgan guvohlik berish yig'inida mundaq dalilladi. 6. ayının 11. gününden başlap tadqiqot va nazuk maxsus kasblarda o'qishga Amerikaga keladigan jungoluk o'quvchilarga viza berishni tekshirishni kuchaytiramiz. Lekin yangi belgilamada bu o'quvchilarning chegaradan kirish cheklanmagan. Agar tasdiqlashga erishilgan bo'lsa, ular 1 yildan ko'proq kelib ketish vizasi alalaydi. Ya'ni kangchilik qilib o'tadimi? Davamlaştır alaydı. Başka pella sahasidagi jungoluk o'quvchilar buning ta'siriga uchramaydi. Guvohlik berish yig'inining yana bir guvohchisi Amerika davlatlik ichki axborot bosh taftish ishxonasining boshqaruvchisi josuslikqa qarshi xizmat qiladigan xizmat bilan shug'ullanadigan Joseph Morocco mundaq ko'rsatdi. Amerika qarshi strategik raqobatchi davlatlardan keladigan nurg'un chet ellik o'quvchilar, jumladan Iran, Rossiya, Jumhur Xalq Jamhuriyatidan keladigan o'quvchilar bor. Biz Jumhur Xalq Jamhuriyatidan bak ansiraymiz, chunki bu davlat intayin kuchli iqtisodiy raqobatchidir. Morocco mundaq ko'rsatdi. Jungoning oshkora jakorlagan siyosat nishoni 5 yıllık plandan başlap Jungo'da yasaldı. 2025 yıl planıgacha hamma aşkarlandı ki Jungo Amerika'nın iqtisod davlat bexatarligi, ahmiyati zo'r bo'lgan texnika va maxsus kasblashgan kishilarga erishmoqchi bo'layotdi. Bu sohalar jumladan pokiz energiya, atmosfera va dengizda tahdidni tadqiq qilish, uchur texnikasi va ijodiy kasblar qatorliq sohalarni o'z ichiga oladi. Kengash palata a'zosi, chegara bexatarligi va ko'chmanlar komitetining muavin mudiri senator Dick Durbin apandi bundaq ko'z qarashni qo'lladi. Ko'ngil shirkatlarimiz o'zining texnikasini ko'tarib Jungoga boradi. Payda almoqchi bo'ldim. Natija shu bo'ladiki, bir necha yildan keyin ularning qaytib kelishi talab qilinadi, lekin texnikasi Jungoda qoladi. Senator Durbin mundaq ko'rsatdi. Ilm-fan sohasiga singib kirish Amerika davlat bexatarligi tahdid solishning faqat bir qatlami, texmi ig'ir bo'lgan narsa jumladan doimiy xarakterlik hakkerlar hujumi, ilm-fan sohasidan g'ayri josuslik faoliyatlari bilan shug'ullanishni o'z ichiga oladi. Ilm-fan sohasiga Jungoning josuslari singib kirishdan boshqa g'ayri josuslik faoliyatlari, masalan, ilm-fan sohasiga o'xshamaydigan g'ayri josuslik tashkilotlar va faoliyatlar deganda siyosiy tashkilotlarga va guruhlarga singib kirish, siyosiy tashkilotlarni va guruhlarni kontrol qilish, siyosiy faoliyatlarga singib kirish va kontrol qilish, masalan, da'vo qilish huquqlarini kontrol qilish, Xitoyning qo'liga tushirib berish, Xitoyning kontrol qilishi boshqalarga tushirib berish uchun Amerikada josuslar dal mushundaq sohaga singib kirdi. Da'vatdi. Buning tipik misoli anglayapsizlar, ko'ryapsizlar. Jungoning yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining dunyodagi ezilgan millatlar va mazlum kishilik huquq faoliyatchilarini qo'llaydigan Democratic Foundation, Xalqaro Foundation, xalqaro vaqfisiga Uyg'ur tillik josuslarning singib kirganligini anglayapsizlar.
Demek ola Uyghur davasını kontrol kılıp atırdı. Muşa arkalı Xitay kontrol kılıp bırıvat. Biz bu doğruda keyin tahlil yürgüzümüz. Vatandaşlarının muşa işlerini eside tutuşunu ümit kılımız. Endi ahırda mı dedim gap qaqraqlar? Hakkerlar hücum kılıp ilim-fen sahasına sınıp kiriştim başka gayri casusluk faaliyetleri. Dal muşa siyasi teşkilatlar, siyasi gruplar kiriş. Uygurlar Muş keyinki 10 yıldan beri ki özlerinin siyasi kişilik hukuk faaliyetlerini eslep baktılar. Bu işlerin neticesi çıkıdı. Tahi bu işler aldığımızda hürmetli vatandaşlar. Umundaq görsetti. Mana bu bizden turmuşumuzun reallığı. Mana bu Amerika turmuşunun reallığı. Biz bununla yani Xitay casuslarının Amerika'da her qaysı sahalarga singib kirishiga astoydil muomala qilishimiz lazım. Biz bununla astoydil muomala qilishimiz lazım. Yani Xitay casuslarının Amerika'da her qaysı sahalarga singib kirishiga astoydil muomala qilishimiz lazım.